Kechasi uydagilarimga biror nima qilsa-chi? Sudyaning talabiga ko'ra uni qamoqdan chiqardim. Dalillarga ko'ra u begunoh. Lekin u chindan ham qotilmi, yo'qmi? Bilmayman. Nimani o'ylayapti? Butun oilani qanday o'ldirish haqida o'ylayotgan bo'lsa kerak. Eshikni tashqaridan qulflab qo'yaman. Hech narsa qila olmaydi. Endi chiqolmaysan. Yo'q, eshikni qulflab qo'yganimni oyim bilsa, mendan jahli chiqishi aniq. Yo'q. Nima qilish kerak? Shu yerda o'tirib, xonimni kuzataman. Ko'ramiz, qo'lidan nima kelarkin. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Oyi, bu uyda ochdan o'lamizmi? Nima bo'ldi? Nega shovqin ko'taryapsan? Sen yoqtiradigan karamli paratxayni pishirayotgandim. Mana. Meni ham qornim ochdi. Xola, karamli paratxa. Ishaniga karamli paratxa pishirishni o'rgatayotgandim. Bir urinishdayoq binoydek pishirdi. O'g'lim, yeb ko'rib, Ishanini qobiliyatiga baho ber-chi. Jonidan to'ygan jonimga qasd qilishni rejalashtirmaganmikin? Xudo bilsin, bunga nimalar qo'shgan ekan. Bu Ishani. Kecha sizga telefonda aytgandim-ku, azizim. Ha. Rahmat qizim. Paratxangiz juda mazali chiqibdi. Bunisini men pishirgandim. Shundaymi? Sen pishirganmiding? Biroz achchiqroq bo'libdi. Ko'rdingmi ularni? Sen pishirganingda mazali edi. Men pishirganim esa achchiqroq chiqqanmish. Dunyodagi hech bir er rafiqasini tanqid qilmay yasholmaydi. Tanish Ishani, turmush o'rtog'im Raj Narayan Mehri. Yaqin insonidan ayrilganlar qay ahvolga tushishini bilasanmi? Men yaxshi bilaman. Chunki otamni yo'qotganman. Demak, Shekharni otasi tirik ekanda. Otam joniga qasd qilgan deganda, nega menga yolg'on gapirdi? Nima bo'ldi? Bilmadim, negadir bugun meva yegim kelyapti. Meva? Kutilmaganda fikring nega o'zgarib qoldi, o'g'lim? Uyda shuncha o'zgarishlar bo'lganida fikrim o'zgarsa nima bo'pti?
Nima qilyapsan? Meva yeyman deganingizga meva tozalamoqchi edim. Shu xolos. Menga esa haligi Nima haligi? G'alati bo'lasan-da. Ishoning, mevalarni tozala. Xo'p. oyim unga ish buyurib ikkinchi xatoga yo'l qo'ydi. Hozir tarvuz kesyapti. Keyin bizga o'tmasaydi. Negadir hech nima yegim kelmayapti. Oyi, sizda gapim bor. Yuring. Nima gaping bor? Shu yerda aytaver. Yo'q, o'zingizga aytaman. Yuring. Onang ham nonushta qilib olsin. Sizni qorningiz ochgan, siz yeyavering. Yuring, oyi. Ism ham o'ylab qo'ydim, Amba xonim. O'g'il nevara ko'rsam, ismini Havish qo'yaman. Qiz nevaramga Rassi deb ism qo'yaman. Qoyil, onalik marosimini o'tkazmasdan ism ham topib qo'ydingizmi? Marosimni albatta o'tkazamiz. Oilangiz bilan keling, xo'pmi? Ha, kelamiz. Ritika ko'rinmaydimi? Tez orada uni ham ko'zi yorsa kerak. Ha, men ham buvi bo'laman. Ritikani onalik marosimini katta dabdaba bilan o'tkazishni o'ylab qo'yganman. Sizlarga ham taklifnoma yuboraman. Albatta kelinglar, a? Ha, albatta kelamiz. Ritikani sharafiga chindan ham marosim o'tkazasizmi? Gapingizni tushunmadim. Ko'nglingizga olmang-ku, Amba xonim. Ranvir Ritikani juda hurmat qilishini hammamiz bilamiz. Tunov kuni taqdirlash kechasida butun shahar ularni inoq oilaligiga guvoh bo'ldi. Bir tomondan hamma baxtli juftlikka havas qilsa, ikkinchi tomondan ularni g'iybat qilishadi. Qanday g'iybat? Odamlar Ranvir va Ritika to'ylarga hech kimni taklif qilishmaganidan hayron. To'g'ri tushunaman. O'shanda Ritikani otasi olamdan o'tgandi. To'y odamni ko'ngliga sig'masdi ham. Nikoh o'qitganingizga shubha yo'q, balki to'yni kichikroq qilib o'tkazgandirsiz. Ranvir va Ritika to'y qilishmabdi deb ham eshitdim. Rostdan ham nikoh o'qitishdimi o'zi? Riya Play platformasi Nimalar deyapsiz? sizni kino olamiga taklif etadi. Uyimga kelib meni g'iybat qilyapsizlarmi? Oilamdagilar yonida-ya. Uyalmaysizmi? To'ysiz ona bo'layotgan seni biz uyalishimiz kerakmi? Eshitganlarimizni aytyapmiz, xolos. Mish-mishlar rost bo'lmaganida bunchalar jahling chiqmasdi. Har gap isboti bilan ishonchli. Undan ko'ra to'yingni tasdiqlovchi biror dalil ko'rsat. Nikoh tumoring qani? Uyda to'y suratlari bormi o'zi? Qani bir ko'raylik-chi. Axir to'yni isbotlovchi biror dalil bo'lishi kerak. Sizga qanday isbot kerak? Sekinroq, nima bo'ldi? Oyi, sizga yana bir bor aytyapman, qotilni uyda qoldirish yaxshi emas. Bas qil Shahar. Hazil ham evi bilan-da. Nega u qizga yopishib olding? U bizga yopishib oldi. Uyimizda yashayapti. Menimcha u qizning niyati yaxshi emas, oyi. Pichoqni olib tarvuz kesmoqchi bo'lganini ko'rdingizmi? Siz esa kesaver qizim deb turibsiz. Tarvuz kesib bizga hamla qilib qolsa nima bo'ladi? Oyi, U yomon qiz emas deb senga necha marta aytdim. Advokatman deb hammadan gumon qilaverasanmi? Unga ishonmasang ham onangni nigohiga ishon. U mehribon va soddadil qiz menimcha. Ishon menga o'g'lim. mushuk ham yuvosh, yaxshi bo'lishi mumkin, lekin xonaga qamalib qolsa odamga tashlanadi. Oyi, bilmaysizda, u o'zini soddadil qilib ko'rsatyapti xolos. Mug'ombir ekanini bilsang, nega uni sudda himoya qilding? Xo'sh, Chunki bekorchi narsalarni o'ylamasdan kelib nonushta qil. Bor. oyi,
To'g'ri, sudda uni himoya qildim. Hayotini saqlab qoldim. Endi uyimga kelib oldi. Shoshma. Uyimga kelishni oldindan rejalashtirmaganmikan? Bezorlarning ham tovog'i bo'lsa-chi, qotil bo'lgach, bezorlarni ham biladi. Shekhar, u qizdan uzoqroq yur. Qotil ham emasman. Bezorlarni ham tanimayman. Biror daliling bormi? Nikoh tumori, peshonada sindur, nikoh guvohnomasi. Sizningcha har bir oilali inson nikoh guvohnomasini yonida olib yurish kerakmi? Turmush qurmagan bo'lsa ham nikoh guvohini ko'rsatsa, sizningcha u turmush qurgan hisoblanadimi? Ritika bilan o'rtamizdagi rishtani hech kimga isbotlash niyatim yo'q. Oyi, onalik marosimini o'tkazamiz. Siz istagandek bo'ladi. Butun shaharni taklif qiling. Ularga ayting. Marosimni tasalli topishlari uchun emas, siz va Ritikaning shodligi uchun qilamiz. Xo'p, o'g'lim. Siz ham keling. Dalilimiz yo'q, ammo quvonchimizga guvoh bo'lasiz. Rishtamiz guvohnoma yoki dalilga muhtoj emas. Nikohdan o'tganmiz axir. Ritika, aslo ko'z yosh to'kma. Agar kimdir bu masalada savol bersa, javobini o'zim beraman. Xudoga shukr. Jonimiz omon qoldi. Ranvirni vajohatidan yuragim yorilay dedi-ya. Ayol bo'lmaganimizda yoqamizdan olib ko'chaga uloqtirardi. Ha, to'g'ri. Agar katta pul va'da qilishmaganida bunday ishni aslo qilmasdim. Hech qachon. Men ham pul uchun rozi bo'ldim. Aks holda Ranvirni yonida bunday tuhmat gaplarni gapirishga jur'atim yetarmidi? Bir amallab qutuldik. Ketdik, yuring. Ayollarning gap so'zlari Ranvirga ta'sir qilgani aniq, Lakshmi. To'g'ri aytasiz, opajon. Mish-mishlarni eshitgach, nikohini ma'lum qilishni istab qoladi, ha? Nafaqat ma'lum qiladi, olamga jar soladi. Vijdonsiz ekansiz. Sizni oliyjanob inson deb o'ylab adashgan ekanman. Chindan menga mehribon, bag'ri keng, mas'uliyatli yigit bo'lib ko'ringandingiz. Mushkul ahvolda qolganlarga yordam qo'lini cho'zasiz deb o'ylagandim. Siz esa faqat o'z foydangizni ko'zlarkansiz. Bir umr yaxshiliklaringizni qaytara olmasam kerak deb o'ylagandim. Lekin endi sizdek manfur kimsadan yordam olganim uchun o'zimni bir umr qo'yib o'taman. Advokatlik kasbini odamlarga yordam berish uchun emas, boylik orttirish uchun egallagansiz. Siz himoya qiladigan mijozlaringiz ham o'zingizga o'xshagan pastkash va razil kimsalar bo'lsa kerak. Sizningcha men qotilmanmi? Uyingizni tunash uchun bezorlar bilan til biriktirganman, ha? Adashasiz. Aslida jamiyatga men emas, siz singari shaxslar ko'proq xavf tug'diradi. Advokat libosini niqob qilib qonunni buzasiz. Faqat Ria Play Bir qizning platformasida. otasining roziligini olish uchun har qanday xavfli jinoyatchini ham qamoqdan chiqara olasiz, to'g'rimi? Siz advokat emas. Siz jinoyatchisiz. Jinoyatchi. Nutq so'zlayapsanmi? Nega baqiryapsan? Halol advokatman. Qobiliyatim va layoqatimni qoralashga haqqing yo'q. Bas qiling. Nimalarga qodirligingizni ko'rdim. Yolg'on gapirishdan boshqa qo'lingizdan nima ham kelardi? Kelishuv asosida meni qamoqdan chiqardingiz. Yana yolg'on ishlatib hayotimni saqlab qoldingiz. Nima haqida ma'ruza o'qiyotgandingiz? Oila, mehr, iroda, hammasi tomosha edi. Aldashdan boshqasini bilmaysiz. Qachon yolg'on gapiribman? Nima gaplaringiz yolg'on emasmidi? Hammasi yolg'on edi. Mayli, hammasini qo'ya turing. Hatto otangiz haqida ham yolg'on gapirdingiz. Yoningizda siz bilan yashayotgan insonni o'lganga chiqardingiz. Otam joniga qasd qildi deganmidingiz? U tirik. Sizning yoningizda yashayapti. Sizga hayot bag'ishlagan insonni o'lganga chiqardingiz. Qo'lingizdan ushlab yurishni o'rgatgan insonni
kutilmaganda sizni bir umrga tashlab ketishi qanchalar og'irligini bilasizmi o'zi? Meni dadam dunyodan o'tgan. Otasiz hayot kechirish nimaligini men juda yaxshi bilaman. Otangiz hayot bo'la turib, uni o'lganga chiqarishga uyalmadingizmi? Bunga qanday haddingiz sig'di? Sizningcha bular hazilmi? Javob bering, sizdan so'rayapman. Bas yetar. Yolg'on gapirmadim. Tomosha ko'rsatishni bas qiling. Aslida kimligingizni bilaman. Siz advokat emas, jinoyatchisiz, yolg'onchi va xiyonatkorsiz. Ishonchim komil. Sudyani qizini ham ahmoq qilib yuribsiz. Ahmoq bo'lmasam, sizni oliyjanob deb o'ylarmidim. Sizni hurmat qila boshlagandim. Siz hurmatimga ham, bergan pulimga ham loyiq emassiz. Mehnat qilib topgan pulimni qaytaring. Esingni yeganmisan? Nima deyotganingni o'zing bilasanmi? 8000 ni ish haqingiz deb o'zing bergansan. Olgan pulni esa aslo qaytarmayman. Ish haqim uchun million so'ramaganimga shukr qil. Advokat xizmati 8000 turmaydi. Qolgan pulni talab qilmaganim uchun rahmat aytsang arziydi. Menga qarang. Sen eshit. Sen aytayotgan kishi meni otam emas. Alo. Eshitaman, inspektor sohib. Yaxshi. Ularni ushlashdimi? Yaxshi. Ular bilan kurashgan qiz hozir uyimda. Ha, ko'rsa taniydi. Uni politsiya mahkamasiga olib boraman. Yaxshi. Hozir boramiz. Xonim, hozirgina bir kishi berib ketdi. Ritikani onalik marosimi ekan. Ritika shaharni do'sti. Uni sharafiga ziyofat o'tkazilar ekan. Qachon ekan? Bugun mana ko'ring. Ritika, Zaveri sohibning qizimi? Ha, uni qizi. Otasidan boshqa bu dunyoda bechorani hech kimi yo'q edi. Otasi ham olamdan o'tdi. Keyin u mashhur bir ishbilarmonga turmushga chiqdi. Ismi nima edi ya? Haligi olmos savdosida nom chiqargan yosh yigit bor-ku. O'sha Arvi Vakhel. Ha, Ranvir Vakhela. Shekhar Ranvir bilan Ritika orqali tanishgandi. Sudda uni himoya ham qilgan. Arvidek mashhur va e'tiborli ishbilarmon o'ziga munosib advokatni tanlaydi-da. Dadasi O'g'lingni maqtash uchun imkoniyatdan foydalanmasang bo'lmaydi. Arvi qayerda-yu, Shekhar qayerda? Ritikani bayrami qolib, shaharni yomonlashga tushdingizmi? Ahmoq. U birinchi raqamli mug'ambir. Advokatlik diplomi ham soxta bo'lsa kerak. Shunday oqil ota-onani farzandi noqobil bo'lsa-ya, qayerdan ham unga duch keldim o'zi. Qo'ysangchi. Ishani. Sovib qopti. Men almashtirib kelaman. Shoshma. Qo'y, ovora bo'lma. Uyimizda mehmonsan. Bu ishlarni bajarishingga hojat yo'q. Faqat mehmon bo'lganimda menga bunchalar ehtirom ko'rsatmagan bo'lardingiz. Odatda begonalarga ishonishmaydi, siz esa menga ishondingiz. Hurmat ko'rsatdingiz. Nima bo'ldi qizim? Negadir parishon ko'rinyapsan. Hammasi joyida. Shuni aytmoqchi edimki, taklifingizni qabul qilib qolishga rozi bo'lgandim. Lekin endi menga ruxsat bersangiz. Ritika bilan kollejda birga o'qiganmiz. Salom. Tabriklayman. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Ishonchim komil. Taklifnomalarni xonim va janob Vakhelalar nomidan yuborgan. Demak, nikohimizni hammaga ma'lum qiladi va rafiqasi sifatida tan oladi.